Siz endi bu yog'iga biz oilamizga aralashmaysiz, oyi. YouTube mualliflik huquqi buzilgani uchun epizodni bloklamoqda. Siz esa miq etmaysiz. Yangi qismni ko'rish uchun izohlardagi havolaga o'ting va serialni bepul tomosha qiling. Olib kelaman. Yo'q, olib kelmaysan. YouTube блокирует это видео из-за нарушения авторских прав. Видео можно посмотреть по ссылке в первом закрепленном комментарии. Qadamini bosmaydi, tamom va salom. YouTube mualliflik huquqi buzilgani uchun epizodni bloklamoqda. Agar shunga ko'nmaydi. Yangi qismni ko'rish uchun izohlardagi havolaga o'ting va serialni bepul tomosha qiling. Shunaqami? YouTube блокирует это видео из-за нарушения авторских прав. Видео можно посмотреть по ссылке в первом закрепленном комментарии. Meni shunga majbur qilmang. Iltimos, oyijon. YouTube mualliflik huquqi buzilgani uchun epizodni bloklamoqda. Yangi qismni ko'rish uchun izohlardagi havolaga o'ting va serialni bepul tomosha qiling. O'zimni o'zim eplayman. YouTube блокирует это видео из-за нарушения авторских прав. Видео можно посмотреть по ссылке в первом закрепленном комментарии. Bankdagi omonatni, uyni ham menga vasiyat qilib bergansiz. Uyni biror kimga sotaman-da. Xolida bilan do'mga chiqib ketib yashayman. Keyin nima qilasiz? Tarbiyasiz. Tarbiyasiz. Ahvolingga qara. Ahvolingga. Seni shu niyatda katta qilganmidim? U ilon seni ham o'ziga o'xshatibdi. Nonkor, la'nat senga, la'nat senday o'g'ilga. Oyi, nega yig'laysiz? Nega? Sizni o'g'lingizman va xuddi o'zingizman, oyi. Hammasini sizdan o'rganganman. Sizdan. Bo'ldi, oyi. Bo'ldi, yig'lamang, oyijon. Mendan xafa bo'lmang, oyijon. Murosa qilib yashanglar deyman-da, oyi. Iltimos. Yurg'iz mashinani, olib bor uyga. Qani, marhamat. Men tushunmadim. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Nima, men manyakmanmi sizga? O'z bolamni o'g'irlab o'zim qidiramanmi men? Yoki ruhiy kasalga o'xshaymanmi? Borib haqiqiy o'g'rilarni topinglar. Keyin bunga Shahloni umuman aloqasi yo'q. Siz avval savollarimga javob bering. Sizlar qachondan beri birgasizlar? Ya'ni qachondan beri ayolingizga xiyonat qilyapsiz? 9 oydan beri. Bo'ldimi? Javob qoniqarlimi? Bizning munosabatlarimiz 1,5 yil oldin boshlandi. Ilk 6 oy men o'zimni jinnilikka solib, hech narsani bilmagandek yuraverdim. 6 oy oralig'ida hech qanaqa munosabat sodir bo'lmadimi? Boshida buni o'yindek qabul qildim. Shahlo ko'zini suzib jilmayib, ish qilib o'ziga meni rom qildi. Yo'q. Biz bir-birimizni yoqtirardik. Lekin ilk qadamni qo'yishga biz jur'at topolmadik.
Keyinchi? Keyin o'sha kuni Aziza uyga kech keldi. Biz Aziz bilan uyda yolg'iz qoldik. O'sha kundan e'tiboran bizning munosabatlarimiz boshlandi. Ha endi o'zingiz yaxshi tushunasiz har holda erkakchilik. Meni bunga aralashtirmasdan javob bering. Xo'p. Sizga javob beraman. Bu men uchun bir yengil o'yin edi. Keyin Aziz senga men oshiq bo'ldim. Aziza bilan ajrashaman dedi. Ammo Aziza homilador bo'lgandan keyin bu narsalar cho'zilib ketdi. Borgan sari ishlarimiz chigallashib, taranglasha boshladi. Xullas, keyin qutula olmay qoldim Shahlodan. Kelishdik. Orani ochiq qilamiz dedik. Bundan keyin hech qachon ko'rishmaymiz dedim. Keyin nuqta qo'yaylik dedim. Xullas, yaxshilikcha hal qilaylik dedim. Tushunmadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, u menga to'g'ridan to'g'ri tahdid qila boshladi. Agar ajrashsang, oilangni buzaman, xotiningga borib aytaman dedi. Tahdid qildi. Nima qilishim kerak? Qo'rqdim. Men oilamni yo'qotishdan, Azizani yo'qotishdan qo'rqdim. Chunki men yaxshi ko'raman xotinimni. Shuning uchun ham munosabatlarimizga nuqta qo'ya olmadim. Menda bor gap shu. Bor gap shu? Yana savolingiz bormi? Siz nima deb o'ylaysiz? Shahlo bolani o'g'irlashi mumkinmi? Hasaddanmi, rashdanmi? Va hokazo. Yo'q. Aslo bunday qila olmaydi. Men yaxshi bilaman. Ya'ni siz bunga aminsiz, a? Albatta. Chunki men uni yaxshi taniyman. Bu ishga qodir emas u. Menga qarang. Men har bitta gapimni tan olaman. Men qildim. Lekin men bolani o'g'irlaganim yo'q. Keyin men o'sha kuni qayerda ekanligimni isbotlab beraman sizga. Aniq va tiniq. Tushunarli. Sardor aka, namuncha uzoq qolib ketishdi. Aniq nimadir bor. Ular o'g'lim qayerdaligini aytdimikin? Surishtiruvchi hozir keladi. Bu ularning ishi. Agar biror narsa bo'lsa, fosh bo'ladi, Aziza. Shunaqa deng. Sen siqilma. Yoqmayapti hozir. Opa, nimadir bo'ldimi? Bolamni qayerga yashirganini aytishdimi? Gapiring. O'g'ri Shahlo emas. Nima? Bu nima deganingiz? Nima siz unga yolg'onlariga shunchaki ishondingizmi? O'sha ish sodir bo'lgan kuni shifoxonada bo'lmaganini tasdiqladi. Endi ketsaylar ham bo'ladi. Surishtiruvni davom ettiramiz. Ruxsat sizlarga. Qayerda ekan? Unda o'g'lim qayerda ekan? Sardor aka, ular aldashyapti. Tushunyapsizmi? Bolamni aniq ular olgan. Aziza qizishma. Menga qara. Onalik mehri bilan ko'nglim sezyapti. Qani bolam? Bolamni aniq sen olgan. Men senga qayerda bo'lganimizni aytaymi? Sen bilmoqchimisan? Ha, qayerda bo'lganini? Aziz men bilan edi. Bo'ldimi? Endi ishondingmi? Bilasanmi? Seni qo'ng'irog'ingga nega javob bermadi? Chunki tunu kun men bilan edi. Tushundingmi? Xabarni eshitgandan keyin seni yoningga shoshdi, shifoxonaga. Senga ishonmayman. Agar ishonmasang, eringni o'zidan so'ragin. So'ra!
Nima bo'lyapti? Javob bering. Ko'zlarimga tik qarab gapiring. Gapiring, Aziz aka. Ikkalangdan ham hazar qilaman. Ikkita pastkash, ikkita razil bir-biringni topibsan. Bo'ldi qil Aziza. Bo'ldi qil. Hadeb bizni ayblayverma. Bo'lar ish bo'ldi. Nima qilgan bo'lsak, oshiqligimizdan qildik. Tushundingmi? Oshiqliging boshingda qolsin. Yo'qol ikkalangga. Yo'qol dedim. Yo'qol. Ketdik Aziz. Yo'qol. Chidolmayman. Aziza. Aziza bu. Sardor aka qanaqa qilib chidayman? O'zingni qiynama. Pastkash. Ularni ko'rdingizmi? Aziza bo'ldi, ular bunga arzimaydi. Aziza o'zingni bos. Hammasi o'tib ketadi. Sen kuchli bo'lishing kerak bo'ldi. Bo'ldi. Azizam bo'ldi. Biz bolani albatta topamiz. Bo'ldi. Topamiz. Ha. Sen kuchli bo'lishing kerak. Men yoningdaman. Tushundingmi, Aziza? Hech qachon unutma. Bolani birga topamiz, Sardor aka. Ha. Oyi. Oling yesangizchi. Oyijon, meni kechiring. O'zi meni shu ahvolga siz keltirdingiz, oyi. Men shunchaki to'rttalamiz baxtli yashashimizni xohlagandim, xolos. Shu shunchalik qiyinmi? U ham bo'ladi, o'g'lim. Meni qariyalar uyiga olib borib tashlaganingdan keyin istaganlaring bo'ladi. Oyjon, bo'ldi qiling. Keling, yarashaylik. Tinch totuv yashaylik. Sen bolani g'ururing yo'q ekan. Eshitmadingmi opasi nima deganini? Oyi, uni opasi tuhmatchi. Siz keliningizga ishoning. Nega opasiga ishonasiz? Mana men hozirgacha xotinimni birorta ham xatosini topmadim. Ko'rmadingmi? Yo'q. Chunki sen boshqa dunyoda yashayapsan. Sal ko'zingni kattaroq ochsang ko'rasan. Oyijon, Xolida juda yaxshi qiz. Menga ishoning. Ha, meni sodda bolam-a. Sen u ilonni hamma gaplariga ishonasan. Kuni keladi. Uni haqiqiy basharasini ko'rasan. Men hozirgacha xotinimni bitta yuzini ko'rdim, oyi. Men Xolidani yaxshi ko'raman, oyi. Oyijon, bo'ldi, ko'p cho'zmang endi. Borib, keliningizdan kechirim so'rab uni olib keling. O'g'limni sog'indim, oyi. Balki borib tiz cho'karman. A? Shunda ko'ngling joyiga tushadimi? Bo'ldi. Meni uyimga olib borib qo'y. Oyijon. Oyi, tushunsangiz-chi? Meni nega eshitmaysiz, oyijon? Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey qizim. Yaxshimisiz?
Tuzaymisiz? Haligi mahallalarda doya bor edi. O'shalarning eshigi qaysi edi? Shu atrofdami? Ha? Ana o'sha ko'rinib turgan uy bo'ladi. Voy, mayli, rahmat. mayli, sog' bo'ling. Ha, anusimi? Ana o'sha uy, ko'rdingizmi? Rahmat, o'zim o'rganib Xo'p, yaxshi bo'ling. Shunisi. Shu. Kim bor? Kim bor u? Kim bor? Assalomu alaykum opa. Keling, mehmon. Yaxshimisiz? Kimsiz? Men Xolidani opasiman. Qayerga ketyapsan? Qayoqqa? Sen u to'g'ridagi hamma ma'lumotlarni aytmaguningcha sening uyingdan ketmayman. Nimalar qilgansan u qiz bilan? A? Nimalar qilgansan? Menga ayt. Qocha, o'rgildim. Qani aytmay ko'rchi. Tillingni sug'uraman seni. Kar ichkariga. Haqiqatdan hech narsa yo'q. Bir ikkita tillalari bor ekan. Seni o'ylab olganim yo'q. Ket endi. Hozir Aziza kelib qoladi. Ketganiga ancha bo'ldi. Voy ayyor tulki. Qilg'ilingni qilib qo'yib, bir oilani ovora qilib, sarson qilib qo'yib, o'zing mazza qilib yashayapsanmi? Ha? Meni yomon deysan-u, lekin bu darajadagi ishlarni qila olmayman. Senga qoyil qoldim. Eri xotinni ajratib yubording-a? Men bu ishni qilganim yo'q. Aziz qilmishiga yarasha jazosini olyapti. Sen qachon jazoingni olasan, ha? Ha? Sendan keyin. Agar sen bilan birlashsak, butun dunyoni boshqaramiz. Sobir, ket endi. Qayerni boshqarsang boshqar. Nima qilsang qil. Lekin hoziroq ket. Aziza keladi hozir. Mayli. Vaqt soati bilan sen aytganlaringni o'ylab ko'raman. Lekin hozir ket. Mayli. Mayli. Baqirma. Jahl qilma. Ketaman. Faqat senga ishondim-a? Iflos. Shunaqa. Sho'ring quribdi. Salima, sho'ring quribdi. Menga qarang. Hamma gaplaringiz rostmi? Shuncha paytgacha ichimga yutib keldim. Lekin o'ylab qarasam, u qizni bu ahvolga keltirgan bizmiz. Meni gunohim og'ir. Qanday javob beraman? O bechora qizni haqqini qanday ado etaman? Bilmayman. Oy. Alo. Sen qachon qaytasan, Qunduz? Kelyapman. Men bu bolani bir nima qilib qo'yaman. Xolidadan kechirim so'raysan deb jon holimga qo'ymaydi-ya. Ferhata? Menga qara. Xolidaga taalluqli biror narsa topdingmi? Topdim, opa, topdim. Dahshatini topdim. Nima dahshat, nima topding? Ishimni qizdirmasdan tez gapir. Opa, telefonda gaplashadigan gapmas. Men boray, hammasini o'zim bafurcha gapirib beraman. Tezki bo'lmasa tezki. Ishimni qizdirmagin.
Hop. Nima qilmoqchisizlar? Iltimos men aytganimni bilmasin. Nech kunlik umrim qoldi bilmayman. Bu ham boshimga balo bo'lmasin. Bo'pti. Aytmayman. Menga amin. Men kimman o'zi? Yashayapmanmi? Yo'q. Bu hammasi qo'rqinchli tush kabi. Nima bo'ldi? Nima qilay? Qayoqqa boray? Axir o'g'limga so'z berganman. U qaytganda uyga borishim kerak. Uni xonasi u yerda. Lekin Azizning qilig'i ortiqcha. Men qanaqa qilib yengaman bularni? Menga qara. Aziza bo'ldi, yig'lama. Ko'zlaringni yum. Yo'q, yummayman. Men atrofni ko'rib turishim kerak. Hech kimni ko'rishni xohlamayman. Aziza o'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, bas qil. Men aytganlarimni qil. Ko'zingni yum. Aziza, menga ishon. Men aytganlarimni qil. Ko'zingni yum. Chuqur nafas ol. O'zingni bo'sh qo'y. Esingdami? Esingdami o'sha kuni biz sen bilan Sardor aka, men magistraturani o'qisam, Londonga ketishimga to'g'ri keladi. Fransiyada davom ettirishim ham mumkin ekan. U yerdan taklif keldi, yuqori ball olganim uchun. Lekin Toshkentda ham qolsam bo'lar ekan. O'qiymi yoki ishlaymi? Bu narsa deng. Sizdan gap olishim qiyin. Lekin biroz hayajonlanib ketyapman. Aziza. Ko'zingni yum. Yum ko'zingni. Mana. Rostdan yum deymi? Rostdan. Endi chuqur nafas ol. Endi gapir, nimani o'ylayapsan? Esimdan chiqib qoldi. Yo'q. Shoshilma. Yaxshilab o'ylab ko'r. Esla. Sizni juda yaxshi ko'raman. Sevaman.
hamma narsa esimdan chiqib ketdi. Xo'sh, endi borasanmi o'qishga? Toshkentda qolganim yaxshiroq. Ha. Esladingmi? Esladingmi? Ha. Aziza, o'zingni hayot oqimiga qo'yib yubor. Hayot judayam chiroyli. Sen hali albatta baxtli bo'lasan. Seni yaxshi kunlaring, quvonchli kunlaring hali oldinda. Sen o'zing uchun, o'g'ling uchun o'zingni asrashing kerak. Men seni hech qachon yolg'iz qo'ymayman. Yaxshiyam siz borsiz, Sardor aka. Rahmat sizga. Qani yur. Salim opa, Keldingmi? Ke, o'tir. lekin ado bo'ldim. O'tir. Ado bo'ldim. Nimaga? Bir piyola suv makillab qoldim, mak. Makillamay qolgur, choyni keyin ichasan, gapir. Ko'zdiqnasiz a? Yaxshilab o'tirib oling. Hamma gapni eshitishga tayyormisiz? Tayyorman. Ichki xotirjamlik, bomba axborot olib kelganman sizga. Og'irab tushmang, hop. Tinchgina o'tiring. Bular bizni oyoqda uxlatishibdi, tekka uxlatishibdi. Tushuntiribroq gapir. Alidani, Ha, o'sha nikohdan oldin o'lgan bolasini otasi kim ekan? Kim? Aytaymi? Ha, Sobir. Sobir? Qaysi? Pochcha. Aziz aka, nima qilib yuribsiz bu yerda? Xolidaxon, o'zingiz nima qilyapsiz? Ha, men dorixonaga chiqayotgandim. Aziza sizni kelmaydi degandiku. Ha, men keldim. Hozircha shu yerda qolyapman. Azizaxon yolg'iz qolmasligi uchun. Yaxshi qilibsiz. Aziza qayerda? Ha, ketgandi. Birozdan keyin keladi. Sizni ko'rsa yana janjal chiqishi mumkin deb qo'rqaman. U kelmaydi. Uni Sardor qo'yib yubormaydi. Yo'q. Har kuni uyga kelyapti. U shu yerda qolyapti. Hozir kelib, sizni ko'rsa yaxshi bo'lmaydi. Undan ko'ra bironta mehmonxonada qolsangiz bo'lmaydimi? Nima? Mehmonxonadami? Mehmonxonada hozir sizni qarshingizda qashshoq, uysiz, hamma bank kartalari muzlatilgan, cho'ntagida xamiri ham yo'q bir qashshoq erkak turibdi. Qaysi mehmonxona qabul qiladi meni? Qaysi mehmonxona? Agar shunchalik meni uyda ko'rgisi kelmasa, hovlida chodir qurib bo'lsa ham yashayman. Agar shu ketishda davom etsangiz, bilingki, hammasi battar yomonlashadi. Ko'ramiz. Vaqt ko'rsatadi.
Mengacha endi hech narsani farqi yo'q. Aziz aka. Aziz aka ketsangiz yaxshi bo'lardi. Uyga kirmang deyapman sizga. Men o'zim uyimga kiryapman. Aziz aka, yana janjallashasizlar. Kim? Nigina? Qurib ketsin. Bor ishini och. Ehtiyot bo'l bochaq, oldin qara kim ekan. Ko'rdingmi? Chiqqan zahoti ko'zi pulda. Bularga ishonmayman men. Kim ekan? Bu yoqqa o'tir. Sen kirib ket. Qalaylar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Yaxshimisiz? Yaxshi mana, bilmayaptimi? O'tirganimdan. Zaril gapim bor edi. Gapir. Bemalol gapiraver, bu o'zimniki. Manu xullas Nigina bor-ku. Xo'sh, O'gay onasi o'lib qopti. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ikkita ukasi hovlida yolg'iz qolgan. Qochib ketishi mumkin. Agar qochib ketadigan bo'lsa, pulni qaytarmayman. Ogohlantirgani keldim. Nimaga qochib ketadi? Men ogohlantirdim. Agar qochib ketadigan bo'lsa, pul qaytmaydi. Bir nimani aniq bilasanmi? Ayt, qochadimi, qochmaydimi, yo kunini bilasanmi qachon qochganini? Onasi o'lgan. Ikkita ukasi yetim qolib ketdi ko'chada. Bevaqt soat o'lganichi buni ham. Shuni aytgani kelgandim. Men kuyib qolaveramanmi? Hammang o'zingni ketingni o'ylaysan. Men hammanikini o'ylayman. Meni olib kelib berganman, sizga topshirganman. Bu yog'i bilan ishim yo'q. Shu yetmay turuvdi. O'rniga topib tur. Pulini beraman. Tovarni vidli bo'lsin, mana bu personadan ham o'zgarmayapti anavlaring. Yaxshi. Harakat qilaman. Bo'pti. Mayli. Hammasi o'zini ketini o'ylayapti. Shuni aytgani kelibdi, ko'rdingmi? Xush xabar. Nigina? Nigina? Xolabbi. Menga qara, bilasanmi yangilikni? Yo'q. Hech narsani bilmaysan. Yo'q. Mahallingda hech kim turmushga chiqmayaptimi? Yo'q. Bir nimadan xabaring bormi? Yo'q. Xabarim yo'q, bilmayman. To'y-po'yga ketaman deb, diganim to'y bo'lyapti deb likilab ketmalaring, ha? Bilasan-a, qayerda bo'lsang topib olaman. O'zingizlarcha yaxshi gapirsam hech narsa qila olmaydi deb o'ylamanglar. Yo'q, ketmayman. O'gay onamning qo'lida nima ham qilaman? Menga shu yerda yaxshi. Agar shunaqa o'ylab turgan bo'lsang yaxshi. Lekin tiling boshqa, diling boshqa bo'lsa, aytib qo'yay-a. Uzib tashlayman. Vaqtdan uzoqroq yur. Kir. Qizlarga ayt, o'zing ham tayyorlan. Ishga chiqasanlar. Aziz, ket degandan keyin ket, nega kelding bu yerga? Ha? Xolida senga kirma dedi, nega kirding bu yerga? Men Aziza bilan gaplashib olishim kerak. Aziza bilan gaplashishim kerak. Aziza bilan gaplashadigan gap yo'q. Aziza men bola kelguncha mana shu uyda yolg'iz qolishim kerak dedi. Men uni yolg'iz qoldirdim, nega tushunmaysan? Men Aziza bilan gaplashishim kerak deyapman. Aziz, gapni chuvalashtirma, yaxshilikcha ket bu yerdan.
Sen umuman aralashmagan. Men xohlasam kiraman, xohlasam chiqaman. Bu uy meniki. Kiyimlarim shu yerda meni. Xohlagan vaqtim kelaman. Bu uyda meni ham hissam bor, tushunyapsanmi? Nega tushunmaysan Aziz? Yaxshilikcha ket. Mashinang qani? Mashinam qayerdaligini aytaymi? Aytsam xursand bo'lasanmi? Sotdim. Bir chaqasiz qoldim. Qalay? Yo'qdimi xabarim? Aziz aljirayverma. Nega aljirayman? Rost gapiryapman. Sening rejalaring shu emasmidi? Qara, hammasi amalga oshyapti. Bittasi qolmasdan hammasi amalga oshyapti. Meni yer bilan yakson qilmoqchi eding. Amalga oshdi. Aziza bilan oramizni buzmoqchi eding. U ham amalga oshdi. Shahlo bilan o'rtamizdagi munosabatni Azizaga gapirib, meni yomonlamoqchi eding. U ham amalga oshdi. Bizni oramizni buzish uchun nima qilgan bo'lsang, hammasi amalga oshdi. Yo, noto'g'rimi? Nega unday qilishim kerak? Ha? Agar xohlasam o'sha paytda Azizaga aytishim mumkin edi. Men unday qildimmi? Sen dalil isboti bilan Aziza ko'zi bilan ko'rishni xohlading. Nima? Sen juda ham ayyorsan. Chunki sen Azizani oldida meni yer bilan yakson qilishni xohlading va bu rejalaring amalga oshdi. Menga qara Aziz. Sen o'zingni o'zing yakson qilding. Tushundingmi? Men shunchaki tomosha qildim xolos. Tomosha qildingmi? Aziza meni tanlaganida seni ketishingni xohlagan edi. Menga qara. Men faqatgina bola uchun shu yerdaman, tushundingmi? Menga qara. Bolamni aralashtirma. Bolamni aralashtirma. Nima qilgan bo'lsang, hammasi Azizaga shu ko'rsatish uchun. Nima? O'zingdan spon yasama. Shunaqami? Shunaqa. Sen hali ham tushunmayapsan. Aziz, men Azizani o'zini yolg'iz qoldirdim. U ketishimni xohlaganda men undan uzoqlashdim. Menga qara. Men uni fikrini hurmat qilardim. Senga maslahatim, sen ham uni fikrini hurmat qilsang, yaxshi bo'lardi. Sen bizni hayotimizga aralashmasang, undan ham yaxshi bo'lardi. Sen hurmat qildingmi uni? Senga ket deganda nimaga ketmading? Yo seni qo'lingda tutib turuvmidi? Hali ham shu yerdasan. Seni rejalaring ayon etib bizni ayirmoqchi eding. Lekin qo'lingdan kelmaydi. Senga bir gap aytaymi? Sen Azizani umuman tanimas ekansan. Umuman tanimas ekansan. Aksincha sen tanimas ekansan. Tushunyapsanmi? Bizning oramizda farzand bor. Farzandimiz topilsa, bizning oramiz yana tiklanadi. Biz birga yashaymiz, birga bo'lamiz. Sen buni ko'rasan. Gaplarimga ishon, ko'rasan. O'g'ling topilsin. O'g'ling topilsin Aziz. Buni chin dildan xohlayman. Lekin davomini birga ko'ramiz. Azizaxon, men siz kelgunizcha to'xtatishga harakat qildim. Lekin quloq solmadi. Mayli bo'ldi. Hammasi tugadi. Bugungi qilgan sharmandaligidan keyin uni umuman ko'rgani ko'zim yo'q. Nima bo'ldi? Shahloni ushlashibdimi? Bilmasmish. Men bolani nima azobda dunyoga keltirar ekanman. Ular kayf safoda ekanlar. Go'yoki ikkalasi meni birgalashib burdalab tashlashdi. Lekin men taslim bo'lmayman. Ertaga ajrashishga ariza beraman. Va bundan keyin hayotimda as degan odam bo'lmaydi. Nima ham derdim?
Fikringizga qo'shilaman. Xiyonat kechirilmaydi. Lekin xursand emasman. Sizni shu ahvolga keltirgan, undan aksincha ko'nglim qoldi. Og'rimasin. Bunaqa sinovlarda men yanada kuch yig'yapman. Yangi narsalarni o'rganyapman. Inson naqadar qabih ishlarga qo'l urar ekan. Men hech narsadan shubhalanmabman. Men kuch yig'yapman. Sezyapman. Qarang, o'tiribman soppa-sog'. Qarang. Hali o'g'lim kelganda kuchli onasini ko'radi. Meni yolg'izlatmaydi. Shukr. Alloh men bilan. Islomjon bilan siz ham borsizlar. Ayzaxon, biz sizni har doim yoningizda bo'lamiz. Rahmat Xolida. Endi bu yog'iga o'zimga yangi sahifa ochishni vaqti keldi. Mayli, men tepada bo'laman. Bo'ldi. Senga boshqa hayotimda joy yo'q. Ketasan, ajrashaman. Xiyonatkor. Aziza, ketsin. o'zingizga keling. O'zingizga keling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men charchab ketdim. Men to'yib ketdim. Meni ko'zimga qarab yolg'on gapirdi. Men aldanib yashadim shu paytgacha. Hammasi menga yolg'on gapiribdi. Chidolmayman. Chidolmayman. Bo'ldi, ajrashaman. Ketsin, ko'zimga ko'rinmasin. U qadam bosgan joylarni hammasi sho'ri quridi. Xona vayron bo'ldi. Bo'ldi, opa. Shuni o'ylayvermang. Hozir yana qon bosimingiz oshib ketadi. Keyin men ham mana bu yerda vijdon azobida tap etib o'zimni tashaveraman. Voy, axloqsiz buzuqlar. Ikkalasi topishib olib, o'g'lim orqasidan ish bajarib yurishibdi. Meni eng yaqin dugonam bilan menga xiyonat qildi, tushunyapsizmi? Kamiga ular yana farzand kutishyapti. Aziza, men qo'limdan kelgan hamma ishlarni qilishga harakat qilaman. Men bolani otasiman, tushunyapsizmi? Men sizdan talab qilaman. Menimcha bu Azizning ishi. Agar aytganingizda men boshqacharoq yo'l Aziza, tutgan men bo'lardim. senga ayta olmasdim. Hamma yoqqa seni sharmandangni chiqaraman.